Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog'lar bilan charchamayapsizlarmi? Mana bizda ham bronzalarimiz 2 dona qoldi urug'likka. Bularni ham ko'ramiz endi. Lekin indutkalarimiz bor, Xudoga shukr. Yaxshi katta bo'lishyapti. Makka jo'xori olib keldim. Beryapman. Bug'doy, baliq pishirib berdim mana. Baliqlarni yedi. Lekin kataydi yopdim, baribir ham mana jaydarlar chiqib oladi, uchib chiqadi. Qayerdan bo'lsa o'zi rizqini terib yeydi ular. O't terib yeyapti. O't ko'p. Mana kechki oziqasi bularga shart emas. Chunki mana yetib ortadi. O'tlardan to'yib zapas qilib oladi. Bular kechki payt ko'pincha yaxshi o'tlaydi. Endi mana indutkalarimiz уже razvedkaga katakka kirib razvedka qilib chiqadi. Video qo'ymaganim sababi Wi-Fi o'chgan edi. Shuning uchun mana videolar tashlamagandim. Endi xudo xolasa tashlaymiz. Mana. Mana bular sayrashni boshladi уже. Mayda ochilgan induklar bular. Mahalda opanikidan kelgan. Bu mana bu ko'pini sotib oldik. Endi bular ham qaraymiz. Indutkalarni ko'paytirish niyat bor. Xudo xolasa. Ma, tu. Ma. Hozir chaqiraman keladi. Ma. Baliqni qoldiqlari yotibdi уже. Ma. Puxta o'yla. Ariqlarga suv to'ldirib qo'ydim. Bugun quyosh chiqdi. Zo'r bo'ldi. Aziz do'stlar, hamma narsaga ham, parandaga ham, molga ham qarashliq kerak, mehr kerak, oziq-ovqatini berish kerak, vaqt kerak. Yomg'ir yog'ingarchiliklarni ko'rdingizlar. Ko'p kasalliklar tarqalib ketgan. Oziqasini yaxshi qilish kerak, ratsionni kuchaytirish kerak iloji boricha. Endi hozir xarajatsiz harakat nolga teng deydi-ku. Shuning uchun xarajat qilamiz. Bularning rizqi qo'ldan berish kerak baribir. Endi o'zi ham terib yeydi-yu. Baribir bularga don bermasa bo'lmaydi. Mana jinnib qolgan induk. Suvni tashilyapti. Xullas bronzalarni so'yib ikkitasini sotdim. Chunki уже ves og'ir bo'lib ketdi. Ko'tara olmay qoldi. Foydasi yo'q. Shuning uchun mana shunaqa yangiliklar bizda. Suvlarni to'ldirib ketuvdim. Уже boshqadagi suv to'kibdimi? Ha, bor ekan. Induklar. Mana hozir endi bu xo'rozlari qichqirib, sayrab chiroyli bo'ladigan vaqti bular. Bronzani ham ko'ramiz. Bor yangiliklarni ko'rsatib boraveramiz aziz do'stlar. Bizda hozircha shu. Mana qora shahzodalarimiz. Ularni tashqariga sayr qildiraylikchi. Qani. Chiqib tutulam. Sayrga o'rtoqlar tuxumini ko'raylikchi to'pdi. Tug'mabdi ertalab bitta tuxum olgandim. Endi tuxumga kiradi bular ham. Yoshadi. Mana bu yerlarda yo'q ekan. Baliq shunday turibdi, ko'payib qo'yibdi. Davay, o'tlaylar. Chiqinglar. Chiqmaysizlarmi? Ye. Davay, o'tlaylarchi. Sur bitta. Chiq. Chiq. Mana bunday tashvishi bor, buni ham boqish kerak. Ko'paytirish uchun qancha oylab 10 oy bo'ldi mana tuxum kirgan yo'q, endi kiradi. Vaqtni sarflaysiz. Chiq.
O'zi bo'lmaydi. Bo'lni oldi bular. Yarimi bu tomonga, yarimi bu tomonga. O'tlab olsam qani. Xullas mehnat aziz do'stlar. Mehnat qilishdan charchamanglar. Yosh makyonlari. Ularga hali olib kelaman yana. Xo'rozlardan. Hozirroq sayr qilsin, hatto yarim soat. Lekin to'ygan, mana yosh. To'ygan bular. Ular o'tlaganga kelmaydi. O'tlasa hozirroq bo'lsa ham nima deydi? Ozgincha yordam bo'ladi yemiga. Mana shunaqa gaplar. Xullas bugungi videolarimiz mana shulardan iborat. Indutkalarimiz hammasi yaxshi. Bitta mana xo'rozi tobi qochgandi. Yaxshi ovqatlantirib, donlarni yaxshi berdik, ya tuzalib ketdi. Issiq suv обязательно beringlar. Qolganlar hammasi razvedka qilib yuribdi. Hamma joy tekshirib chiqadi bular. Kataylar ochilgandan keyin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz do'stlar. Reklama xizmatlari ham bor. Telefon nomerlarini oldingi videolarda qo'yib ketganman. Kelishaveramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar.